Neftchi Farg'ona. Bu farg'onalik muxlislarning qalb ovozi, dil nidosiga aylandi bugun. 2001-yildan buyon sevimli jamoasining chempion bo'lishini mushtoq bo'lib kutayotgan ishqibozlar hali zamon ushbu kunlar yaqinligini dildan his etib turishibdi. Neftchining bugungi qudrati tarixni yangilab, yana stadionlarga muxlislarni qaytarmoqda. Bunday natijalarga o'z-o'zidan erishilayotgani yo'q. Albatta viloyat hokimligi tomonidan jahon standartlari darajasida zamonaviy sharoitlar, 3 ta mashg'ulot olib borish maydoni, manaman degan futbol jamoalarining qarorgohlaridan qolishmaydigan imkoniyatlarga ega bo'lgan maskanning foydalanishga topshirilishi. Qo'yingki nimaiki sharoit kerak bo'lsa, barchasining muhayyo qilinayotgani bugun jonajon neftchimizni chempionlik sari yaqinlashtirmoqda. Bunday sharoitlarga javoban kuchli tarkibga ega bo'lgan neftchi o'yinchilari muxlislarga faqatgina g'alabali lahzalarni taqdim etishmoqda. Buni 25-tur uchrashuvi doirasidagi neftchi va OKMK o'rtasidagi bahsda ham kuzatdik. Keling o'yin tafsilotlariga e'tiborimizni qaratamiz. Dastlabki daqiqalardanoq farg'onaliklar o'yin tizginini o'z qo'llariga olishdi. Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Husniddin G'ofurov va neftchining boshqa o'yinchilarida qulay vaziyatlar tug'ildi. Biroq raqib darvozabonning mahorati va zarbalardagi noaniqliklar OKMK futbol jamoasini muqarrar gollardan saqlab qoldi. 17-daqiqada hisob ochildi. Olmaliq futbolchilarining jarima maydoni ichida neftchi o'yinchilarga qilgan qo'polliklari ularga ancha qimmatga tushdi. 11 metrlik to'pni xatosiz va kuchli zarba bilan amalga oshirgan Jamshid Iskandarov neftchini oldinga olib chiqdi. 1-0. Shundan so'ng birinchi bo'limning 19, 34 daqiqalarda ham yana mezbonlar tomonidan golga tortadigan vaziyatlar vujudga keldi. Ammo omad yetishmagani bois to'p joyini maydon tashqarisidan topdi. Bunga javoban Mirjalol Qosimov shogirdlari ham ochiq jangovar futbolni namoyish qilishdi. Biroq neftchining kuchli himoyasi va mahoratli darvozabon bois urinishlar yo'qqa chiqaverdi. Tanaffusda murabbiylardan kerakli ko'rsatmalarni olgan futbolchilar markaziy uchrashuv maqomidagi qiziqarli bahsni yanada shiddatli o'tkazishga kirishdi. 57-daqiqa neftchi muxlislarini yana hayajonga soldi. Mezbonlarning bir emas 3 bor qilgan urinishlari afsuski golsiz yakun topdi. 62-daqiqada OKMK o'yinchisi golga tortadigan vaziyatdan foydalana olmadi. Qo'shib berilgan daqiqalarning so'nggi pallasida ham yana neftchi tomonidan golga yaqin bo'lgan vaziyat vujudga kelgandi. Afsuski birga bir yaqin vaziyatdan mezbonlar to'g'ri foydalanisha olmadi. Qo'shimcha daqiqalar tugagach hakamning chalgan xushdagi neftchi muxlislarga xursandchilik onlarini hadya etdi. O'yinda qayd etilgan 1-0 hisobi neftchi uchun qimmatli bo'lgan 3 ochkoni taqdim etdi. Uchrashuv tugadi, ammo stadion, shaharning avtomobil yo'llari chin dildan xursand bo'lib uyga qaytayotgan muxlislar bilan gavjum edi. Bu o'yinlarga chempionlik yarashadi xolos. Neftchiga bas kela olmadilar, yutdi, g'alaba. Tabriklayman hamma farg'onaliklarni. Ishqibozlar bir-birlarini tanishmasa-da, ular futbol tufayli birlashib, xursandchilikdan bir-birlarini qutlashdi. Shu kuni Farg'ona tongga qadar bayramona kayfiyatda bo'ldi. Barchaning yuz ko'zida neftchiga bo'lgan yuksak ishonch, unga chempionlik yarashi hukmron edi. Ana shunday unutilmas lahzalarni esa Farg'ona teleradio kanali ijodkorlari tarixga muhrlashdi. Mana senga olam gul, etagingga siqqanicha Ha, neftchi yutaversin. Neftchiga faqatgina g'alaba yarashadi. Barcha farg'onaliklarni muhim uchrashuvdagi g'alaba bilan muborakbod etamiz. Ishonamizki, keyingi uchrashuvlarda ham neftchi albatta g'alaba qozonib, yakunda muxlislarga chempionlikni taqdim etadi. Olg'a neftchi, olg'a Farg'ona.